Bir ajoyib taklif bor. Kecha Masjidul Haromda Ka'bani tavofida edik. Ikkita talaba bola bilan ko'rishib qoldim. Ular o'z madrasada o'qiyotgan bolalar edi. Bu yerda arava sudrayapti ekan. Shunaqa degan gap bor, arava sudrayapti ekan. Ular yoshi katta odamlarni umra qilishga kuchi yetmaydigan, o'zi yura olmaydigan odamlarni aravaga solib umra qildiradi ali bolalar. Ular bilan gaplashib, nima qilib yursizlar desam, shu madrasani kontrayiga deydi. Ishlagani keldik, bir oy ta'tildamiz dedi. Keyin haligilar bilan kulishib o'tirib, bir narsa esimga tushib ketdi. Sizlarga bir taklif bor dedi. Baribir shu odamlar bilan xuddi shu umra amalini qilasizlar. Ba'zi odamlar bo'ladi, ota-onasi vafot qilib ketgan. Yuragida alam qolgan, otamni, onamni xizmatini qilolmadim-da shu dunyoda, g'aflatda qoldim deb yurishadi. Mana shunday odamlarga o'lgan otasiga, vafot qilgan onasiga atab umra qilib bermaysizlarmi dedi. Desam, qilib beraveramiz dedi. Faqatgina buni sharti shundayki, bu ishni Alloh uchun qiladilar. Masalan, men o'rtada turib beraman. Buni men xolis Alloh uchun qilaman. Siz Alloh uchun qilasiz dedi. Ana bu farzand o'g'il yoki qiz otasi yoki onasiga xolis Alloh uchun qiladi. Bu dunyoda xolis Alloh uchun xizmatini qilolmadim otamni, onamni. U dunyolik uchun xizmat qilay deb xolis Alloh uchun qiladi. Desam, xo'p deyishdi. Xo'p, birodarlar, zo'r taklif bor. Kimni shunaqa orzusi bo'lsa, vafot qilgan otamga bir umra qildiray. Xuddi shu otasini o'zi umra qilgandek, onasini o'zi umra qilgandek savobga ega bo'ladi. Ajoyib narsa. Buni umra badal deydi, haj qilaman desa haj badal deydi. Faqat sharti shunday, Hanafiy mazhabida ibodat uchun pul olinmaydi. Pul kelishib, men sizga haj qilib beraman yoki umra qilib beraman, shuncha pul berasiz demaydi. U bolalarga aytdim, sizlarni xarajatlaringiz bo'ladi. Asosan taksida miqotga borib kelish kerak bo'ladi. Shu ba'zi bir xarajatlaringizni ular berishadi dedim. Xo'p deyishdi. Xursand bo'lib, men o'zim xursand bo'ldim bu ishdan. Chunki qancha odamlar foydalanib qoladi shu ishga. Shuni sizlarga aytay degandim. Xo'p, telefon raqam qo'yaman, 2637 mumkin shunaqa. Arab raqam, Telegram bor bunda. Telegramda aloqaga chiqasizlar. Inshaalloh ajoyib bir o'zim ham xursand bo'lib ketyapman. Xolis Xudo uchun shunaqa bir ajoyib narsa qilamiz.